Ko'chalar yomg'ir, biz esa turmush o'rtog'imiz bilan oshxonamizni gul qog'oz bilan yopishtirib chiqmoqdamiz. Mana men kiliylab chiqyapman. U gul qog'oz tagiga kiliy yopishtirish kerak ekan. O'z didim bilan madaniy hordiq olib gul qog'oz yopishtirib chiqdik. Mana tayyor bo'ldi. Ozgina kamchiliklar bo'ldi-yu, lekin ajoyib chiqdi. Keng va yorug' bo'lib qoldi. Chala ishlarimiz bor. Bugun kun bo'yi tinmadik desa ham bo'ladi. Bolalarni artib chiqishimiz kerak. Meni stolim, meni eng yaxshi ko'rgan stolim. Ko'chada yomg'ir, ertaga qor yog'adi deyishyapti, lekin qor yog'sa ham biz uyimiz madaniy hordiq bilan uyimiz bezatib, mana koridordagi aboylarimga o'g'lim kirqib tashlagan oq ko'pka bilan shunaqa poroshokli suv bilan artib chiqaysizlar. Albatta oppoq bo'ladi. Faqat suvlamasdan, juda ko'p suv tekkizmasdan artib chiqyapmiz. Qizim esa videoga olib chiqmoqda. Menga yordamchi bolajonlarim, meni suyanchiqlarim, ko'zimni oq qorasi mana zo'r deb menga motivatsiya bermoqda. Mana yosh bolali oilalarda ko'p shunaqa vaziyat bo'ladi deyman. Obunachilarim kommentariyaga yozinglar, sizlarda ham shunaqa bo'lib turadimi? Gul qog'ozlaringiz rosa kir bo'lganda sizlar nima qilasizlar? Qizim videoga olganda mana chizib chiqqan bolalarim qalamcha bilan mana do'pposdek qilib ko'rsatib videoga olyapman. Oppoq gul qog'ozlarni xohlayman, lekin yosh bolalarga rosa qiyin ekan. Mayli, nima bo'lsa ham o'sha bolajonlarimiz sog' salomat bo'lsin. Urishmaylik, boshqa qilmaylik. Bolalarimiz o'sha joni sog' bo'lsin. Eng katta boylik o'sha bolajonlarimiz sog' salomatligi, bizni sog' salomatligimiz. Biz hech kimdan kam joyimiz yo'q. Sizlar o'ylamaysizlar, obunachilarim va meni kuzatayotgan o'sha videoni. Men kasalman, uyimiz yo'q, qornimiz och deb eng katta boyliklaringiz o'sha farzandlaringiz. Farzandlari sog' bo'lsa, sizga hech narsa kerak bo'lmaydi. Mana bu aboyimni ham, televizor tagimizni ham chizib chiqqan qalamchilar, ijod qilgan bolajonlarim. Mana ketdi o'sha